Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Navkat qishlog'idamiz. Sotuvga bir yangi Damas'imiz bor. Yili 2026. Damas juda arzon qilish shart emas, hamma o'zi biladi. Mana kilometrlari 582 kilometr yurgan. Salondan uyga kelgan. Shu yerda ozgina minib turilgan Damas. Yangi 2026. Hoji aka Ro'za Ramazon oyiga dadangizlargami kimgadir sovg'a qilsangiz albatta xursand bo'lib qoladi. Sababi Damas hamma biladi, pul topar mashina. Ideal holatda. Hali hamma joy yangi turibdi akalar. Benzinda nomerlar olingan. Mana hali taqilgan yo'q. Narxini 7900 ga qo'yapmiz. Ozgina xayrini qilib berar ekan 7900 ga. Telefon nomeri aytib qo'ying aka. 90'lik 641 3032 nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerni pastga yozib qo'yamiz. Xohlasalang generalni, xohlasalang nomlangga o'tkazib berar ekan. 7900 ozgina savdosi ham bor deyapti. Menimcha zo'r narx. Videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turishda davom eting. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilib baraka qilaverasizlar. Yangi 2026 Damas sotuvda. Nomerlar yozib qo'yamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.